Do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Xullas kalom do'stlar, obunachilar, bizani bugungi Minecraft videomizda lekin bizda Skyblockda vyjivaniya qilib yashab qolishimiz kerak. Do'stlar, obunachilar, albatta videomiz boshlanmasdan oldin bitta like bosinglar va kanalimizga o'tib obuna qo'yinglar. Chunki biza mana shu mart oyining oxirigacha birga bo'lishimiz kerak. Qanunda gapni ko'p cho'zib o'tirmasdan videoga o'tamiz. Mana mirimiz ham zagruzka bo'lyapti. Gap bu qanaqangi Skyblock. Bu juda ham katta Skyblock ekan. Bu to'rt tarafida ham har xil biomlar bor. Bu yoqda ana qishga tayga bor. Bu yerda lamalar, bu yerda tog'lar bor, mana ko'mir toshlar va bu yerda oddiy qishloqcha, mana bu yerda templ. Xo'sh, bunisi tomonda Nether bor ekan. Xo'sh, endi bunisi tarafda nima? Bu yerda qora cho'rneles biomi. Bu yerda anavi pillagerlarni bashnasi ham bo'lishi kerak. Mana bor ekan. Bizning maqsadimiz ana o'sha pillagerlarning bashnasini qo'lga olish. Xo'sh, bu yerdan tushib birinchi navbatda o'zimizga kerakli narsalarni mana bu sunduqlardan olamiz. 5 ta temir bor ekan, bitta oltin olma va 6 ta oddiy oltin parchasi va keyingi sandiqda 4 ta suyak kuni, 3 ta teri va bitta arqon. Xo'sh, mana keyingi sandiqda 4 ta o'q va bitta 5 ta porx, 4 ta temir va 4 ta menimcha bo'ldi. Endi biz tepaga chiqishimiz nima bu yerda qanday olib chiqaman? Yo'q, mana buni sindirishimiz kerak endi. Bu sandiqlarni oyog'imiz ostiga qo'yib tepaga chiqib olamiz. Menimcha ikkitasi yetib qoladi. Ikkita sandiq yetadi. Xo'sh, qayoqdan buni? Mana bittasini bu yerga qo'yamiz va bittasini mana bu yerga. Mana endi sekin chiqib ketaveramiz. Mana bu fakelni ham o'zimiz bilan olib ketamiz. Tepaga. Xo'sh, ana endi o'zimizga bir nechta daraxt topib olamizda. To'xtang, brat, nima sotasiz? Bu brat cho'pga izumrudga esa o'q. Hozir bu brat bilan ham savdolashamiz. Undan avval bir nechta yog'och olib olishimiz kerak. Xo'sh, mana 3 ta yetib qoladi. Xo'sh, ana endi bular nega bitdi? Ikkitasini olmayapman. Shularni maydalab olamiz. Va bitta verstak. Verstak yasadim. Mana verstakimiz. Verstakni mana bu yerga. Nima gulning ustida verstak? Bu hali bunaqasi bo'lmagan. Xo'sh, ana endi bitta tapor hozircha bitta cho'p yasab olamiz. Keyin tapor yasaymiz. Bor yog'ochlarimizga cho'p yasaymiz. Ana endi bitta tapor va bo'ldi. Bizga mana shular kerak xolos. Ana endi mana bu daraxtni ham oxirigacha chopib qo'yamiz.
Opa, mana biz hozir hamma daraxtlarni chopib oldik. Ana 12 ta daraxt bo'ldi. Ana endi bularni maydalab qayerdandir zombining tovushi kelyapti. Mayli, hozir biz bularni maydalab olaveraylik. Xo'sh, ana endi biz cho'p yasaymiz. Yarmini bu yoqqa, yarmini bu yoqqa. Xo'sh, bizga bir stak cho'p kerak. Ana bo'ldi. Xo'sh, ana endi bitta kamon yasab olsam. Bo'ldi. Ana endi hozirgi jitildan o'q sotib olsak, keyin villagerlarning bashnasini bosib olsak bo'ladi. Undan avval esa yotib uxlavoramiz. Bu bizning Minecraftdagi birinchi tunimiz. Mana bu yerda ham cho'plar bor ekan. Bizda hozir keraksiz narsalarni mana shu yerga qo'yib ketsak, bular hozircha bizga umuman kerak emas. Mana bu oltin parcha ham, mana bu temirni ham qo'yib turamiz. Xo'sh, ana endi hozirgi o'q sotadigan jitil kerak. Chaq. Mana shu yerlarda yurgan edi u jitil. Hozir mana shu yerda turgan edi-ku. Yo'q, bu jitil emas, mana bu jitil. To'xtab ko'ra, men sen bilan savdolashmoqchiman. O'rtamizda endi buni ham sotib olamiz. Hozir bizda 32 ta o'q bor menimcha. 36 ta. Bizga yana cho'plar kerak. Mana bu yerda mana ovqatlarni ham o'zimiz bilan birgalikda olib ketamiz. Chopamiz. Ana 39 ta, 41 ta ana tarvuz bor. Mana bu yerda ham bor ekan. 44 ta. Bizga hozir juda ham ko'p daraxt kerak. Opa, mana biz sindirib oldik. Xo'sh, bizda ana 35 ta daraxt bo'ldi. Endi bularni hammasini maydalab olamiz. Xo'sh, bir stak, 2 stakdan oshiqroq yog'och chiqdi. Ana endi bularni biz maydalab cho'p holatiga olib olamiz. Tak, mana hammasini maydalab oldik. Hozir bizda 3,5 stak cho'p bor. Ana endi mana bu biratni oldiga kelamizda. Bu biratdan hozir cho'p sotib olamiz. Yo'q, yopilib qoldi. Mayli, yana o'q sotib olamiz. Endi bu tezroq yangilanishi kerak. Lekinlarda buni sindiramizda. Boshqatdan qo'yamiz. Yo'q, ana endi bizda bor o'q-yoylar bilan villagerlarning bashnasini bosib olishga harakat qilamiz. Nima? What the fuck?
Mana bu jitil. Shundagina ichiga kirib olibdimi? Biz yozda mana bu cho'plar kerak emas va izumrud, tarvuz. Mana bu olmani olamiz. Bu ham kerak emas. Bu yoqqa. Va mana bu ikkalasini ham almashtiramiz. Va ana endi ana bu villagerlarning bashnasini bosib olamiz. Bu yerdan sekin va ehtiyotkorlik bilan tushish kerak demoqchi edim, yiqilib tushdim. Mana bu yerda villagerlar turibdi. Yo'q, biz o'zimiz bilan birgalikda blok ololmayapmiz. Mayli, mana bu yerdagi yog'ochni biroz chopamiz. Yaxshiyam toporimni olib bo'pman. Uncha mana shu daraxtlar yetadi. Killarda mana shularni ham chopib tashlaymiz. Bu yerlarda hozir Enderman yuribdi. Endermanning ko'ziga qarab yubormasligimiz kerak. Biz bularni maydalab olamiz. Bir saydan oshiqroq daraxt chiqdi. Ana endi zombi ham bor ekan bu yerga va sekin pastga qarab tushib ketaveramiz. Mana bu oynani sindirib tashlaymiz. Va yiqilib ketmasligimiz uchun o'tirib yuramiz. Bu yerga ana endi bularni kamon sekin poylab turib o'ldiraveramiz. Birinchi mana bu villagerlarni o'ldiramiz. Endi mana bu zombi menimcha ikkita o'q yoyda o'lsa kerak degandim, ushladi. Bizda yetarlicha o'qlar bor. Bemalol ayamasdan otaveramiz. Endi mana shu 2 dona qoldi xolos o'zi. Mana oxirgi villager. Shuni ham o'ldiramiz. Mana oxirgi villager 2 ta qolibdi. Bularni ham o'ldiramiz. Do'stlar, obunachilar, bu bizning Skyblock videomizning birinchi qismi. Agarda ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsalaring, like bosinglar va kanalimizga obuna bo'linglar. Ikkinchi qismi ham tez orada chiqadi. Yo'q, yana villagerlar bor ekan. Ko'rmabman. Endi borib ularni yo'q qilishimiz kerak. Mana bu tarafda edi. 1 dona yoki 2 dona villager qolgan. Bizda oltin olma ham bor. Shuning uchun qo'rqmasdan tushaveramiz. Bu yoqqa tushamiz. Yana o'ldirib tashladi. Eshikni ochamizda tezroq mana shu ikkinchi kunning o'zida ularni yo'q qilishimiz kerak.
va bu yerda sakraymiz va mana bu oltin olmani yeb olamiz. Shu yerlarda yo'q. Xullas do'stlar, obunachilar, bu bizning Skyblock videomizning birinchi qismi mana shu yerda tugaydi. Agarda ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsalaring, like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu bilan videomiz tamom.